Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Xayr, biz qaytib ko'rishmaymiz. G'ururligimdan ketayotganim yo'q. Siz qanday qilib bu tabiiy ofatlarga turush berasiz? Dilim og'ridi. Qattiq xafa bo'ldim. Aeroportda o'tirib, obdon o'yladim. Bu yerda eshitganlarimning hammasi sarguzasht romanga o'xshaydi. Albatta tagiga yetishim kerak. O'kiraver, Sherxon, o'kiraver. Hali shunday kun keladiki. Xullas, agar yana do'stlaringni ko'rishni istasang, aytganimni qilasan. Agar meni aralab tashlashsa ham, boshimdan oyog'imgacha. Men o'lsam, bola chaqam qaysi mozorga borib yig'laydi? Ulug' ayyom kunlari qaysi go'r ustida chiroq yoqadi? Tiryog'lamalik qilmay qo'ya qolinglar. Unaqangi rusum yo'q bizda, men xizmatdaman. Oyog'ini qara, oyog'ini. Yosh qiz, yosh qiz. Soat necha bo'ldi? Hammasi yolg'on. Nega tushunmaysan, buni hammasi yolg'on. Ularning gapiga ishonma o'g'lim. Bu daqiqani men 28 yil 2 oy 19 kun kutdim. To'g'ri gapni qo'riqchi itdek doim hovliga qo'shadi. Yolg'on so'z xushomadga tozga o'xshaydi. Izzatini joyiga qo'yib so'rashni ham bilmading. Sen menga do'st qo'lini cho'zayotganing yo'q. Bu dunyoda yolg'iz jonga juda qiyin. Boshimdan o'tgan. Shamol qanchalik kiranmasin, tog' hech qachon tiz cho'kmaydi. Men sizni sevardim. Sevgim ehtimol qalbimda butunlay so'nmagan hali. Biz urg'osimiz. Yerdan chiqqaniga ham, bolasi boriga ham. Hayotimning eng baxtiyor kunlari sifatida to abad eslab yuraman. Salom, knyaz, o'ktab o'g'lon. Nega holing parishon? Choyni anchon icharmiz. Bir ko'rgan bilish. Shaxsan men uchun bu eng og'ir judolik. Shu bois men qalbimda og'ir alam bilan Siz bilan yana qachon, qay tarzda ko'rishimizni bilmayman. To'ppa-to'g'ri, mehmonlar orasida Radzevlar, Sakevich, biz Chinskilar ham bor edik. Biz anklonlarmiz. Baba qavallarimiz yovuz kishilardan qochib shu yerga kelib qolishgan. Nima ularning boshqa ishi yo'qmi? Hozir ular yuvinish taranish taraddudida. Petrusha. Ozibsan juda. Ozib ketibsan. Chinor tagiga dadayning qoni to'kilgan. Ibodat qil, osi banda. Kalimangni keltiraver. Ikki og'ayni eski jivo tomon yugurdilar. Devorlarning birida yopishtirilgan afishada bordi-yu unga derazadan kallang bilan pastga sakra deganingda, ikki dunyoda ham sakramasdi. Xalq mustaqil armiyasini har bir yerda zo'r quvonch bilan kutib olmoqda. Bugun menga belamor olib kelishmadi. Gohida shunaqam bo'lib turadi. Men hammaga haligi belamor yo'q, belamor deya berib charchadim.